jamiyatga integratsiya qilishga qaratilgan jarayonni kuchaytirishimiz kerak. Bolalarga ko'proq haligi zamonaviy kasbga o'rgatish, zamonaviy bilimlarni egallashga bo'lgan ishtiyoqini ko'tarishimiz kerak, ularga tushuntirishimiz kerak ko'proq. Men shuni deb o'ylayman. Ularni ko'proq yaxshi mutaxassis, o'sha zamonaviy mehnat bozoriga kuchli mutaxassis qilib tarbiyalashga qaratilgan ishlarimizni kuchaytirishimiz kerak. Bu bo'yicha agentlik dasturlari bor. Ijtimoiy integratsiya rejasi deyiladi, ijtimoiy individual reja deyiladi. Bu ijtimoiy rivojlanish rejasi, bu 14 yoshgacha, ijtimoiy integratsiya rejasi 14 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan bolalar. Nima uchun 18 yoshdan keyin ham reja tuzilyapti? Ularni jamiyatga moslashtirishimiz uchun, ularni kasbga yo'naltirishimiz uchun. Bu shunchaki reja emas, bu borib nazorat qilinadi, monitoring qilinadi, kasbga yo'naltiriladi, kurslarga yo'naltiriladi. Mana shunday qilib iloji boricha bolalarni jamiyatga moslashtirishga harakat qilishimiz kerak.